Hududlar obodligi albatta inson taqdiri uning farovon hayot sari uchun qo'yilgan qadamlar bilan bog'liqdir. Bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar ayni shu mohiyatni o'zida mujassam etmoqda. Bevosita Buxoro viloyatining olis va yaqin manzillarida bu jarayonlarga guvoh bo'lamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz manzili viloyatning yana bir tumani Qorolbozordir. Xo'sh, bugun Qorolbozor tumani ahli va bu yerdagi mahallalarda kechayotgan jarayonlar qanday maqsadlarni o'zida qamrab olyapti? Ko'rsatuvimizda bu haqda so'z yuritamiz. Buxoro viloyatining eng yosh va istiqbolli manzillaridan biri bo'lgan Qorolbozor bugun ulkan bunyodkorlik maydoniga aylangan. Turli millat vakillari ahil va inoq yashab kelayotgan hududda inson qadri uchun tamoyil asosida olib borilayotgan islohotlar har bir mahallaga, har bir xonadonga kirib bormoqda. Tumanda tadbirkorlik faoliyatini boshlash istagida bo'lganlar davlatimizda yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanib o'z daromadlarini oshirishmoqda. Tuman markazida joylashgan, aniqrog'i Cho'lquvar mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Mahliyo Rahmonovaning tadbirkorlik faoliyati bunga misol. Biz ijodiy jarayonlarda har bir hududda bo'lar ekanmiz. Mahallalardagi xotin-qizlarning faolligini ko'rib to'g'risi ko'zimiz quvonadi. Mana bu quroqchilik hunari mahsuli ham insonning demak hunarga bo'lgan muhabbatini yana bir karra ifoda etadi. Qorolbozor tumanidagi Cho'lquvar mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi xotin-qizlar tomonidan tikilayotgan bu ajoyib hunarmandchilik mahsuli bugun ularning oilalariga baraka kiritishga ham xizmat qilyapti. Hamyurtimiz davlatimiz rahbarining ayollar tadbirkorligi va ishbilarmonligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tashabbuslardan ilhomlanib, bir necha yil oldin quroqchilik bilan ishini boshladi. Men ishsizligim tufayli uyda o'tirardim. Keyin bir kun o'zimga aytdim, endi ishlamasam nima bo'lmaydi dedim. Prezidentimiz yaratib beradigan shart-sharoitlardan foydalanmasak bo'lmaydi, to'g'risi. Mahallaga yordam so'rab bordim. Keyin mahalla menga bitta mashinka berdi, subsidiya asosida mashinka berdi. Keyin u mashinkani oldimda o'z ustimda ishlab, shu internetga kirib onlayn hunarni nimani o'rgansam menga qulay bo'ladi deb, shu quroqchilik hunarini o'rgandim, o'z ustimda ishladim. Keyin shu uyda o'tirdim, qarasam buyurtma ko'proq chopdi. Buyurtmalarimni tayyorlab berishga ulgurmadim, to'g'risi. Keyin shogird oldim. Boshida bir nafar shogird oldim. Keyin 2 nafar shogird oldimda, yanada kengaytirishni oldimga maqsad qilib qo'ydimda, keyin ozgina ijaraga joy oldim, o'z ustimda yana ishlashni boshladim. Keyin oldimga maqsad qilib qo'ydim, men 2 ta ishchi bilan, 2 ta shogird bilan hech narsa qila olmayapman. O'zimga o'xshagan ishsiz ayollarni 5 nafarni olib, ularni ustida ishlab, ularni o'zim tayyorlab, o'z shogirdlarimni o'zim ish bilan ta'minlab, shu hunarimni kengaytirib, hozirgi kunda 50 nafar shogirdim, 15 nafar ishchi xodimim bor. Mahalla tomonidan ishsizligi tufayli ayollar daftari ro'yxatiga kiritilgan ayol bugun tadbirkor bo'lib, ayni shu daftardagi 15 nafar xotin-qizlarning bandligini ta'minlamoqda. Shuningdek, kasana tartibida xotin-qizlarni ham band qilyapti. Hozir o'zimizdan keyingi yoshlarni ham shu hunar bilan nima qilib o'rgatib, yosh kelajakka ham shu hunar yo'qolib ketmasligi uchun hissam qo'shmoqchiman. O'z ustimda ishlash uchun hozirgi kunda shogirdlarim bilan birga o'tiramizda, yangi quroqlar o'zimizdan yaratmoqchimiz. Hozirgi kunda o'zimiz brendimizni ishlab chiqardik, Rayhona quroqlari deb, hozir Qozog'iston, Tojikistonlarga ham eksport qilyapmiz. Faqat quroqchilik bilan cheklanib qolmasdan biz ishlab chiqarish ham qilyapmiz. Misol uchun brendlar tushirib beryapmiz, nimalarga, spesifika kiyimlar uchun. Keyin pijamalar ishlab chiqaryapmiz. Bugun uning sexida ish bilan band bo'lgan xotin-qizlar bu faoliyatni puxta o'rganib, o'zlari ham mustaqil ish boshlashni niyat qilganlari oldinda hududda tashabbuslar ko'pligidan dalolatdir. Navoiy ko'chasida, Tinchlik mahallasida istiqomat qilaman. Ishsizlar ro'yxatga olingan edim aslida. O'tgan yil avgust oyida shu yerga mahalla tomonidan yo'naltirilib ishga qabul qilindim. Ana bu quroqlarni, bu yerga kelganimdan keyin ana bu quroqlarni o'rgatdi Mahliyo opa. Hozirda o'zimni ish faoliyati olib borayotganimdan mamnunman, oylik maoshimdan. Oldin o'zi uyda o'tirardim, bola nimasi bilan, tarbiyasi bilan-da, uyda o'tirib qolib nima edim. Hozir endi bu yerga kelganimdan keyin vaqtim mazmunli o'tyapti. Ana shuncha nimalar bilan tanishdim, odamlar, ayollar bilan, bular bilan fikr almashamiz. Vaqtimni unumli o'tkazyapman. Bo'lsa, ana bu quroqlarni mustahkam o'rgandik, nasib bo'lsa endi o'zimiz o'rgansak, bu yerga kelgan 10 kishi o'rgansa, 10 kishi uyiga borib, bitta 2 ta farzandiga o'rgatadi. Undan 20 kishi o'rganadi. Xullas, shu sekin-sekin tarqalib, nima qilib o'rganib ketaveramiz.
Mahliyo hozirda nafaqat quroqchilik mahsulotlari, kelin va kuyovlarning marosim kiyimlari, bolalar uchun kiyim-kechaklar va o'yinchoqlar tayyorlamoqda. Bizning Cho'lqivor mahalla fuqarolar yig'inida 1400 nafar xotin-qizlar mavjud bo'lib, bizning mahallada ishlab chiqarish driver yo'nalish bo'yicha xotin-qizlarimiz bandligi ta'minlangan. 2025-yilda xatlov natijasida ayollar daftariga 17 nafar xotin-qizlarimiz daftarga olingan edi. Shundan 15 nafarini turli xil yo'nalishlar bo'yicha tikuvchilik, pishiriqchilik, ishlab chiqarishlar bo'yicha bandligi ta'minlandi. 2 nafar doimiy ish bilan band bo'ldi. 2026-yilda 11 nafar xotin-qizlarimiz, ishsiz xotin-qizlarimiz aniqlanib, hozirgi kunda ular bilan ham o'z yo'nalishlari bo'yicha ishga joylashtirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Asosan bizning mahallamizdagi xotin-qizlarimiz tikuvchilik, qandolatchilik, non sexlarimiz bor, nonvoychilik, pishiriqchilik, yarim tayyor mahsulotlari, pilimen, somsachiliklar bilan shug'ullanib kelishmoqda. 2026-yilda o'zini o'zi band qilish maqsadida hukm yordamchimiz tomonidan 4 nafar xotin-qizlarimizga imtiyozli kredit ajratildi. Hozirgi kunda ular chorvachilik, issiqxona yo'nalishi bo'yicha band bo'lib kelmoqda. Barakali mehnat albatta o'z samarasini beradi. Qorovulbozorliklar barakani ahillik bilan ham bog'lashadi. Har bir oila ezgu niyat bilan qadam tashlasa, albatta ko'zlangan maqsadga erishiladi. Tumanning yana bir hududi Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Nizomovlar oilasi ham buning ahamiyatini bilishgan. Dadaxon Nizomov va Nilufar Bozor va 3 yil avval migratsiyadan qaytgach, ijaraga olingan yerning 25 sotixida issiqxona tashkil qilishdi va unda pomidor va bodring ko'chatlari ekib daromad qila boshlashdi. Pomidor nihollarni ham o'zi yetishtiradigan oila bu yil yana 25 sotix issiqxonani qurib, umumiy 5000 ta ko'chatni yaxshi niyat bilan o'tkazishgan. Dadaxon Nizomovning aytishicha, o'tgan davrda bodringdan bir mavsumda 200 million, pomidordan 100 million daromad qilgan. Avgust oyida esa yana issiqxonada gidroponika usulida qulupnay ham ekdi va bugun mehnatlarning barakasini ko'rishmoqda. Mehnat zavqi albatta oldinga qo'yilgan maqsadlar bilan bog'liqdir. Mana bu issiqxona faoliyati misolida bunga guvoh bo'lamiz. Demak, gidroponika usulida yetishtirilayotgan bu qulupnaylar haftasiga 3-4 marotaba teriladi va oilaga daromad kiritilyapti. Buning ortida esa albatta faoliyatga bo'lgan muhabbat yotadi. Shu avgust oylariga ekamiz, iyul oylarigacha daromad ko'ramiz. Shu o'zimizni magazinlarga, korzinkalarga, ichki bozorlarimizga o'zimiz yetkazamiz etib. Bir marta hosil teramiz, bir hafta 10 kunga 30 kilo, 35, 28, 25 kilo teramiz. Qishki paytda do'konlarga 200-250 ming so'mga yetkazib bergan bo'lsak, qishki kunlarda, hozirgi kunlarda 120 ming, eng yaxshisi 150 ming shu 3 xil ko'rinishga beramiz. Katta, o'rta, kichik ko'rinishga beramiz. Shunga qarab narxlari 25 sotixdan iborat edi issiqxonamiz. Hozirgi kunda 50 sotixga kattalashtirdik. Shu pomidor bodring yiliga 2 marta, qishkiga bodring qilamiz, bahorgi pomidor. Oila bekasi Nilufar Bozor va kelgusida issiqxonada gulchilikni ham yo'lga qo'yishni maqsad qilganligini ta'kidlaydi. Albatta har bir tashabbus bu yangi imkoniyat va kelgusi hayot uchun muhim qarordir. Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida 1350 nafar fuqaro bo'lib, shundan 650 nafarni xotin-qizlar tashkil etadi. Joriy yilning yanvar oyida 10 nafar xotin-qizlar, ishsiz xotin-qizlar aniqlangan edi. Hozirgi kunga qadar 7 nafar xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Shuning bilan birga hukm yordamchisi bilan birgalikda 5 nafar xotin-qizlarimizga kreditlar ajratildi. Kreditlar toifalarga bo'lsak, issiqxona, chorvachilik, asalarichilik bo'yicha kreditlar ajratildi. Qorovulbozor tumanining eng olis mahallalaridan biri hisoblangan Jarqoq mahalla fuqarolar yig'inidamiz. Bu yerda bahorning tarovati o'ziga xos ko'rinishda namoyon bo'lyaptiki, bu har bir kishining ko'ziga tabiatning naqadar go'zal ekanligini yana bir karra aks ettiradi. Va ona tabiatimizda bugun dehqonchilik bilan baraka topayotgan aholi Jarqoqda ko'pchilikni tashkil etadi.
Tumanning eng olis hududlaridan biri bo'lgan Jarqoq mahalla fuqarolar yig'ini ahli yer bilan tillashish haddisini olgan. Bu yerda ko'p yillardan buyon poliz mahsulotlari, xususan qovunchilik bilan shug'ullanib kelayotgan dehqon oilalari mahalla hududidagi yerlardan ijara asosida foydalanib, halol mehnat orqali ro'zg'origa baraka kiritmoqda. Mustaqim Ismoilov oilasi fikrimiz isbotidir. Oila bekasi Dilnavoz Farmonovaning ta'kidlashicha, oldinlari hududdagi Halim zamini fermer xo'jaligida ishchi bo'lib daromad qilishardi. 2-3 yildan buyon hududdagi yerdan ijara asosida egalik qilib, unga poliz mahsulotlari ekib daromad topishmoqda. 7 gektar yerga 4 xil qavun ekdik, nasib bo'lsa, mayni oxiri iyunni boshi bilan chiqaramiz. Ish beryapmiz, ish bilan ta'minlayapmiz. 300-400 million ham olamiz. Bir yilda. O'tgan yil qanaqa bo'ldi hozir? O'tgan yil ham yomon emas, yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Nolimayman, yaxshi tuyla qildik, uylarga. Mehnatimiz barakali bo'lishi uchun yerga mehr berib parvarish qilyapmiz, deydi shijoatli ayol. Darvoqe, Dilnavoz Farmonova ham ayollar daftari ro'yxatiga olingan edi. Endilikda ishbilarmonligi ortidan 30 nafar xotin-qizning ham bandligini ta'minlagan. Har kuni ertalab ishchilar 8 dan keladi, biz 6 dan yerni ichiga bo'lamiz. Ishchilarni 8 dan 5 gacha ishlatamiz, 1 soat dam beramiz, olib kelamiz, etib qo'yamiz uylariga. Hosildorlikni yaxshi beradi. Yerga qarasangiz, o'tashini qilsangiz, ximikatini bersangiz, qarovini bersangiz, sizga beradi yer. Demak, mehr berish kerak. Mehr, birinchi o'ringa mehr. Har ertalab turgandan yerni ichiga kirib, bir aylanamiz, tonggacha ishchilar keladi. Ishchilar kelgandan keyin birgalikda ishlaymiz. 15-martga qurgan edik. Ko'chat qilamiz-da. 15-martga qurgan edik. Endi nasib bo'lsa, birinchi doğrusini berib chiqamiz yaqinga. 4 xil qavun navi ekilgan. Qaysilari? Aeroport, Dagaro, Melana, Obnavot har xil turidan ekilgan. Plyonkani nasib bo'lsa bir 15 kundan keyin olamiz. Yana boshlanadi. 15 kundan keyin plyonkani olgandan keyin palak taraymiz. O'tini kesamiz. Shuni ichiga yurimiz-da. Mahalla hududida yerdan unumli foydalanish to'qlik va farovonlik garovi ekanligi doimiy targ'ib etiladi va bu o'z samarasini bermoqda. Jarqoq mahallamiz tumanimizning eng chekka hududiga joylashgan bo'lib, 2300 aholisi bor. Aholi asosiy driverimiz qishloq xo'jaligidan sabzavot, poliz, dehqonchilik va chorvachilik hisoblanadi. Mana shu qishlog'imizdagi qarib 100 ga yaqin aholini ham ish bilan ta'minlab turibdi mana shu dehqonlarimiz. Mart oyidan boshlangan bo'lsa, har kun shu yerga har bitta dehqon o'zining dalasiga 20-25 tagacha shu ishlovchilarni olib kelib, ish bilan ta'minlab, shu xonadonlarni nima deymiz, moddiy manfaatdorligini ta'minlab turibdilar. Rejalarimiz mana dukkakli ekinlar ekiladi. Shu bizning hududda ko'proq takroriy ekin ham ekiladi. Mana o'tgan yili mosh, loviya, sabzi, mana shunga o'xshagan sabzavotlar ham yetishtirildi. Endi rejalarimiz mana 380 yo'l yoqasida shu o'zimizning mahsulotlarimizni reklama qilib, shu savdo rastalarga qo'yib, o'sha tadbirkorlarni shu yerga jalb qilmoqchimiz. Qorovulbozor tumanida mahallabay amalga oshirilgan islohotlar bugun aholining murojaatlarini ham ijobiy yechim topishiga zamin bo'ldi. Tuman markazidagi Imom Buxoriy, Cho'lquvar va Tinchlik mahalla fuqarolar yig'inlarida jami 73 ta ko'p qavatli uy bo'lib, ularda 4000 dan ortiq aholi istiqomat qilmoqda. Shu bilan birga o'z hovli joyiga ega 3000 dan ortiq xonadonda umrguzaronlik qilayotgan aholi soni 8000 ga yaqin bo'lib, ular ixtiyoridagi 15 gektardan oshiq tomorqa ekin yeri obi hayotga muhtoj edi. Yerdan hosil olish uchun obi hayotni turli manbalardan tashib keltirib yoki yer osti artezian suvlardan foydalanishgan. 2024-yilda Cho'lquvarlar zaminida mas'ul rahbarlarning sa'y harakati tufayli Imom Buxoriy, Mustaqillik hamda Cho'lquvar mahallasi ko'chalariga oqar suv asosiy manba, ya'ni Qorovulbozor kanalidan nasos yordamida olishga erishilgan. Mazkur loyiha yanada takomillashtirildi. 2024-yil tuman hududidan oqib o'tuvchi kanaldan 1 kilometr masofaga mahalla bo'ylab quvur yotqizilib, oqar suv quvuri temir yo'l ostidan o'tkazilib, tarmoq hosil qilingan bo'lsa, hozirda oqar suv nimaligini bilmagan ko'chalar va endigina rivojlantirilayotgan aholi tomorqalari to'liq obi hayotga qondirilmoqda. Shuningdek, tuman markazidagi Imom Buxoriy, Tinchlik va Cho'lquvar mahallalarida qariyb 2 kilometrgacha quvur tortilib, sug'orish tarmog'i pudratchi subyekt mas'uliyati cheklangan jamiyati ishchi mutaxassislar tomonidan to'liq qurib bitkazildi.
17 metr qiyalikdan oqayotgan suv elektr nasoslarsiz aholi tomorqalariga yetib keldi. 3 ta mahalladagi 3000 ga yaqin xonadon ekin yeri quvur orqali ob hayotdan bahramand bo'lmoqda. Viloyat hokimligi tashabbusi ostida tuman hokimligi va tegishli tashkilotlar tomonidan amalga oshirilgan bunyodkorliklardan aholi mamnunligini bayon etishdi. Suv bu ob hayot, suv bu mo'l-ko'l hosil, suv bu obodonchilik. Qarabozor shahrining Cho'lquvor mahallasi, Tinchlik mahallasi va Imom Buxoriy mahallalarida suv tanqis edi. Bahorda qurilgan nihollar, daraxtlar, tomorqalarga ekilgan hosillar yozni issiqga kelib iyul, avgust oylarida qurib qolardi. Va bu muammo o'zini yechimini topmay yurgan edi. Bu yil mana shu muammoga yechim topildi va Do'stlik kanalidan 17 metr balandligidan o'z kuchi bilan oqib keladigan suv 400 millimetrlik quvur bilan Qarabozor shahrini mana shu mahallalarga olib kelindi. Bu nima? Bu degani bizni Qarabozorimiz yana bog'roqga aylanadi. Bog'lar, daraxtlar, manzara daraxtlar, mevali daraxtlar ko'payadi degani va chiroyli shaharga aylanadi deganlari. Demak, bu bilan bizning yashil makon milliy dasturimiz yana gullab yashnashi va to'liq bajarilishini ta'minlaydi. Albatta bunday amaliy tadbirlar inson qadri uchun tamoyilning bir ko'rinishidir. Buning ortidan esa mahallalar ko'rkiga yanada ko'rk qo'shiladi. Cho'lquvor, Tinchlik va Bo'zachi mahallasi hududida amalga oshirilayotgan yana bir bunyodkorlik ishlari esa fuqarolar murojaatining ijobiy yechim topayotganligini ifoda etadi. Ayni kunda Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori asosida Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki ishtirokida tumanda oqova tizimi to'liq yangilanmoqda. 3 ta hududimizda, demak Bo'zachi, Tinchlik va Cho'lquvor mahalla fuqarolar yig'ini hududida oqova tizimlari yangidan qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. 5,5 million dollar mablag'i Osiyo infratuzilma investitsiyalar mablag'lari hisobidan amalga oshirilmoqda. Bunda demak 4 ta oqova suv nasoslari qurilishi rejalashtirilgan. Oqova suvlarni haydash inshooti qurilishi rejalashtirilmoqda. 75 kilometr oqova tizimi yangidan quriladi, to'liq. Oldin masalan 60-yillarda qurilgan oqova tizimlarimiz bor. Bu Tinchlik mahallasida u ma'naviy eskirganligi sababli ular to'liq yangi rekonstruksiya qilib yangidan qurilishi rejalashtirilmoqda. 2025-yil iyun oyida boshlangan qurilish jarayonlari 2026-yil oxiriga qadar yakunlanishi nazarda tutilgan. Loyiha doirasida Tinchlik mahallasida 2 ta, Bo'zachi va Cho'lquvor mahallalarida bittadan kanalizatsiya nasos stansiyasi quriladi. Ma'lumotlarga ko'ra 10 mingga yaqin tuman markazida va atrofida yashovchi fuqarolar xonadonlari oqova suv tizimiga to'liq ulanadi. Bundan keyin ham Qarabozor shahrimiz yana gullaydi, yana yashnaydi. Mana bu ishlarimiz hammasi xalqimizning farovonligiga qaratilgan bo'lib, biz doim mana shu narsalarga, shu ne'matlarga shukr qiluvchilardan bo'lishimiz kerak. Xulosa o'rnida Buxoro viloyatining Qorolbozor tumanida kechayotgan o'zgarishlar, bunyodkorliklar nafaqat mahallalar ko'rkiga ko'rk qo'shmoqda, balki har bir fuqaroning hayotga bo'lgan qarashini, ertangi kunga ishonchini mustahkamlamoqda. Olib borilayotgan bunyodkorliklar aholi farovonligi va yurt tinchligi yo'lidagi ezgu qadamlarning amaliy ifodasidir.